Bugun mahalla yettiligi tarkibida soliq xodimlari ham faoliyat yuritadi. Soliq inspektorlarining ish samaradorligini mahallalarda soliq organlari faoliyati axborot tizimi orqali 21 ta yo'nalish bo'yicha KPI mezonlari asosida baholab borilmoqda. Bu tizim mahallalardagi har bir soliq to'lovchi jismoniy shaxsning, tadbirkorning ijtimoiy va iqtisodiy muammolarini o'rganish, ularga proaktiv shaklda xizmat ko'rsatish, tadbirkorlikni rivojlantirish, yangi ish o'rinlarini yaratishda soliq organlari xodimlarining ishtiroki va imkoniyatlarini to'liq ishga solishni ta'minlashga xizmat qiladi. Yangiobod tumanining chekka hududlarida bo'lsin yoki markazida har bir qarich yer, har bir tadbirkorlik subyekti davlat byudjetining tayanchidir. Soliq xodimi bo'lish esa nafaqat raqamlar bilan ishlash, balki mas'uliyat va tinimsiz mehnat demakdir. Bugungi qahramonimiz Yangiobod tuman soliq inspeksiyasi xodimi Farhod Egamberdiyev. Ikkita mahallamda 90 ta tadbirkor bo'lib, 22 tasi yakka tarafdagi tadbirkorlar, 32 tasi fermer xo'jaliklar. Fermer xo'jaliklar bizda asosan lalmi yer ular bo'lib, fermer xo'jaliklarda soliq tushumlarida soliq hisobotlarini tushirishda hamda ularning mablag'larini undirilishda amaliy yordam ko'rsatyapmiz. Shuningdek, asosan raqamlashtirilish bo'lib, hozir soliq to'lovchilar soliq to'lovlarida umuman qiynalmaydi. O'zi ilovalar orqali paynetlar va bankka bormasdan yo soliq idorasiga kelmasdan boyagi elektronniy soliqlarni to'lab kelmoqdalar. Farhod Egamberdiyev shodlik va do'stlik mahallalarining soliq inspektori. Uning ish kuni tongdan fuqarolar va tadbirkorlar bilan muloqotlar bilan boshlanadi. Bu yerda uning mas'ulligida 54 ta yuridik tashkilot va 40 ta fermer xo'jaligi, 28 ta yakka tartibdagi tadbirkor, 1014 nafar o'zini o'zi band qilgan fuqarolar, mirishkor 148 ta dehqon xo'jaligi mavjud. Soliq xodimi uchun eng katta baho bu natija. O'tgan 2025-yil yakuni Farhod uchun zafarli keldi. Mahallada ishlash tizimida u belgilangan rejani oshig'i bilan bajarib, 105,3 ball to'plashga muvaffaq bo'ldi. Bu raqamlar ortida tunu kun qilingan mehnat yotibdi. 2025-yilning yanvar-dekabr oylari davomida qo'shimcha manbalar hisobiga byudjetga jami 2 milliard 639 million so'mdan ortiq tushum ta'minlandi. Eng muhimi ushbu mablag'ning 263 million so'mdan ortig'i bevosita mahalliy byudjet ixtiyorida qoldi. Demak, mahallaning yo'llari, bog'chalari va obodonchilik uchun xizmat qiladi. Hurmatli prezidentimizning siyosatlari xalq manfaatlariga qaratilgan. Buni soliqlar to'lovida ham ko'rishimiz mumkin. Bu yil Oliy Majlisga va xalqqa qilgan murojaatlarda hurmatli prezidentimiz butun hamma soliq yukini qisqartirib, xalq manfaatlariga qaratib berdi. Masalan, bizni tumanimizni miqyosda oladigan bo'lsak, bizni Yangiobod tumanimiz 4-toifaga kirgan. 4-toifaga kirgani bu ishlab chiqarishning kamligi hisobiga bizda asosan lalmi dehqonchilik, chorvachilikka ixtisoslashgan tuman hisoblanamiz. Ishlab chiqarishni asta-sekin rivojlantirib, mahalliy byudjetimizni hozir 38%ni biz o'zimiz qoplayapmiz. Bundan 5-6 yil oldin deyarli 80% dotatsiyada edik. Asta-sekin rivojlanib boryapmiz. 2028-yilga borib 100% dotatsiyadan chiqish rejasini tuzib chiqqanmiz. O'z ustida tinmay ishlagan, sohaning chinakam fidoyisi bo'lgan Farhod Egamberdiyev kabi xodimlar bor ekan, davlat va soliq to'lovchi o'rtasidagi ishonch ko'prigi mustahkam bo'laveradi. Zero soliq kelajak poydevoridir.